Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Golland tili öyrənişdəki təklif fikirlər videomuzun ikinci qismine hoş geldinler. Biz bugünkü qismida Golland tili öyrənişdəki hər xil usullarni əməli misallar bilan sizlər bilan ortaqlaşırıq. Yəni til öyrəniş, məyli Golland tili olsun, hər qanday bir til olsun. Til öyrənişdən ibarət bu qabiliyyətni yetildirishdə 4 xil iqtidar bək mühim. Yəni til öyrəniş hem bir xil qabiliyyət, bir xil iqtidarcı. 4 xil iqtidar, yəni anlaş, oquş, sözləş, yeziş. Məyli qanday bir til olsun. Şunu qarasаңlar, hər qanday bir til imtahanlarında şu 4 iqtidardan imtahan elinadi, 4 qabiliyyətdən. Məsələn, faqat anlaş iqtidarlı yaxşı olub, yoki sözləş yaxşı olub, oqub yazanmaydigan adam, yəni özünü o tilda, o tilni bir ügendim, yaxşı bir derecede ügendim diyemeydi ucu. Yani muş tüt iktidarının hemmisi tan yetilgen buluş gerek. Şuna muş meyl inbirxıran imtihan bolsa, stats egzaminlar bolsun, muşu tüt türüdün çokum imtihanlar var. Şuna biz bugünkü bu videomuzda muşu tüt türünün hemmisi yardım bolduğan, muş tüt xil iktidarını yetildirişte yardım bolduğan her xil usullar, teklif fikirler bilen geldik. Hem til öyrənişdən hər xil usulları boldu. Bolupmu hazır cəmiyyətin tərəqqi qilishigə əgişib, şu aqli iqtidarlıq telefon, kompüter deyimiz, muşda bir yaxşı, icabi tərəqqiyatlarının nəticəsində bir öyrənişin usullarımı bağansır xillişib ketib bardı. Burun faqat dərs kitab, hətta dərsləbdə dərs kitaplar yox vaqtda faqat anlap öyrənген bolsaq hazır kitaplar. Ondan bizga yordamchi bo'ladigan har xil insonlar, har xil ijtimoiy aloqa vositalari, televizor programmalari ish qilib biz bir narsa o'rganmaydiganlar deyotganmiz. Hamda o'rganishning yo'llari osonlashib ketdi hozirning o'zida. Shunga hamda biz bu har xil yo'llardan foydalanib o'rganish ham bizningki o'rganish qiziqligimizni ko'tarishda ham öyrənişni tez sürətlə minishimizdə mühim rol oynaydı. Şuna mən bugün sizlərə hər xil öyrəniş usulları, hər xil öyrəniş usullarını əsas qılğan bir video tayyorlab keldim. Bunu bir-birləb qarab çıxaylı. Oldu bilan dərslik kitab. Yəni bu əmdi bir xil qədimi öyrəniş usuli, lakin mən yenəla bu dərslik kitab arqılıq öyrəniş usulunu hazırki yenəlam gerçi qədimi olsunmu, gerçi hazır kitab bizning kitobga bək ehtiyacımız qalmagan bolsunmu, telefon, kompüterler arqılıq nüqib ketken bolsaqmı, lekin yenəlam şu dərslik kitabni mən ən mühim, ən asaslıq öyrəniş usulu deb qarayman. Faqat unda kompüter, torğulan birləb qalmasqanlarni, çoxum bir dərslik kitabni tutub öyrənişinglarni tavsiya qılman. Yəni bir dərslik kitab degen, hamda əgər qolunuzda rəsmi kitab şəklində, qağaz şəklində kitab bolsa, o təxim yaxşı. Lekin unda şəraitiniz bulmay qap qalsımı, o kitablarning PDF şəkli kompüteringizdə, telefonunuzda bolsunmu, o buluyordu. Lekin ən yaxşı diqqət mərkəzləşdiriş, ən yaxşı usul bəzida şu telefon, kompüter mənasını taqıb durub kitabını aldığımızı alıb qoyub öyrəniş usulü. Dərs kitaplar çıx, Golland tilida hazır bağan sıra yenidən dərs kitaplar çıxıb kitaplarımız sərxillişib getdi. Şuna bu cəhətdə hər kim özü yaxdığan səviyyəsiga mos kelgan kitaplarni tanlasa boludu deb qarayman. Məmni ilk ma kitabni pek yaxşı, ma kitab faqat yaxşı emasken, onda digil olmaydı deb qarayman. Hamda hamma kitaplarninki o'ziga xos bir ortiqchiligi bo'ldi-chu. Hem adamning har xil öyrəniş usuli, öyrəniş xarakteri bo'lgan asosan, balkim menga yoqqan bir kitap sizga yoqmasligi mumkin, sizga yoqqan kitap menga yoqmasligi mumkin. Shunga ilk ma kitabni nachar, ma kitabni yaxshi deb unda digil bo'lmaydi deb qarayman. Ama özümü şəxsən 4-5 xil kitabını görüb baxdım. Həmməsinin özüge xas bir artıqçılıq tərəfləri var ekan. Şuna bu cəhətdə sizlər özünlər yaxşı görgən, özünlər yaxdığan, özünlərni qiziqdıralığan bir kitabını şu kitabını asas qılıb öyrənsənglər boldu. Həm birlab kitab esilvanmay, əgər də vaxtınlar, şəraitinlər yer versə, bir 2-3 xil kitabını oxşas səviyyədəki, məsələn, hazır siz A1-dən A2-yə öyrənib ketib qalğan bir kişi olsanız, 2-3 xil kitabni birisini öyrənib sirkib berib qalğanda, yəni birisini körəb qoyub anca-munca öyrənsəniz boldu-chu. Ondan bu öyrəniş jarayonida zirkib qilish bu intayın normal iş. Bəzida məsələn şunda qiziqib öyrənib ketib
bir xil bizde qiziqmaslik, zirkish tuyg'usi hosil bo'lishi mumkin. Bu har qanday bir insonda ko'riladigan bir normal tuyg'uchu. Bunda ahvol ostida mening tavsiyalarim shu birlam o'rganish usuliga isilolmay, har xil o'rganish usullaridan foydalansak, shu vaqtdagi shu qiziqmaslik, shu zirkishimizni hal qilg'ili bo'ldi deb qarayman. Ondan darslik kitoblardagi mashqlar ham shu bir tilni yaxshi o'rganishda muhim. Mesela ba'zilar bo'ldi faqat kitobning tekstlarini o'rganib mashqlarni ishlashni xohlamaydigan, balkim shu qilish orqali yaxshi o'rganilishi mumkin. U shu odamningki aqli iqtidori, xarakteri ham boshqa o'rganish usullariga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin men yana mashqlarni ishlab mengishga ahamiyat berishinglarni tavsiya qilaman. Ya'ni mashqlar orqali o'rganganlarimizni tixim pishqilay olamiz. Ondan yangi o'rganganda cho'qim bir o'qituvchining yetakchiligida o'rganishga diqqat qilish muhim deb qarayman. Chunki bir tilni yangi o'rgangan vaqtda, har qanday bir ilmni yangi o'rgangan vaqtda bir xil qiziq bizni qiziqish bo'ldi, shunda havaslanib qiziqib o'rganamiz. Ham shu vaqtda o'rganishda qolib qolgan narsalar odamning kallasida uzun muddatgacha qolib qoldi. Undan keyin uni o'zgartmakmi sal ters bo'lib qoldi-ku. Shu ba'zida yangi o'rgangan vaqtda agar xato usulda o'rganib qolgan bo'lsak, masalan, ba'zi bir grammatik uqumni xato shaklda o'rganib qoldik, ba'zi bir so'zlarning talaffuzini xato o'rganib qoldik deylik, balkim uni o'zgartishga albatta bo'ladi. Bu hargiz o'zgartgan bo'lmaydi degan gap emas, lekin o'zgartishga uzunroq vaqt ketadi-ku. Shunga yangi o'rganganda cho'qim bir o'qituvchining yetakchiligida o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Ondan shu mashq ishlash jihatda kitoblardami mashqlar jiqgan. Men ko'rgan bir qancha kitoblar qaragan vaqtda ham jiq kitoblarningki to'rda jiq mashqlari bor ekan. Onda men sizlarga yana bir tavsiya qiladigan mashqlar uchun unumli bir torbat adresi shu yufmeles.nl deb. Bu torbatning yillik a'zo bo'lish haqqi 12 yevromi, 14 yevromi ashta ekan-ku. Qimmat emas ekan meningcha, aslo qimmat emas ekan. Ondan buningda har xil grammatik uqum, so'zlar, idiomlarga doir shunday jiq mashqlar bor ekan. Mashqni ishlagandan keyin xato ishlagan bo'lsa, na xato bo'ldi, shuni chiqarib beradi ekan-ku. Shunga buni ham shaxsan men o'zim ko'rib yaxshi ko'rdim. Ham dars o'tish jarayonida sizlar uchun bir qancha mashqlarni foydalangan bo'ldim. Agarda masalan siz bir kitobni o'rganib, o kitobda mashqlar oz va yoki kitobningki to'rdagi mashq qismlarini sotib olish imkoniyatingiz bo'lmay bo'lib qolsa, u vaqtda mush torbatni sizlarga tavsiya qilaman. Chunki ba'zi bir kitoblarningki to'rdagi mashqlarni sotib olish uchun eng oz deganda 40-50 yevro ketadi ekan-ku. Endi mau 1 yil 14 yevro a'zo bo'lib qo'ysanglar, endi butun shu golland tilininki butun grammatik uqumlar ham nimani mashq qilib bo'ldi ekan-ku. Shunga bir universal torbatgan tavsiya qilaman. Ondan YouTube dars kanallari hamda hozir YouTube bir o'rganish fursati uchun bir cho'ng sahna, bir cho'ng maydon bo'lib qoldi. Qanday nima to'g'risida material izlasak chiqadi. Endi o'zim sizlarga shu YouTube'dagi dars kanallarini ko'rib, o'zim yaxshi so'zlabdi, yaxshi o'rganishga arziydi ekan deb qaragan bir qancha kanallarni tavsiya qilaman. Birinchisi UFMNT2. Bu o'qituvchining so'zlashi shunda har xil saviyada darslar bor ekan, shunda ochiq, tushunishli, aniq shaklda so'zlabdi. Onda Learn Dutch with Kim deb bu gollandcha ingliz shaklda so'zlagan darsliklar ekan. Masalan, agar sizning ingliz saviyangiz yaxshi bo'lsa, bu darsliklarni bu YouTube kanalini ko'rib boqishingizni tavsiya qilaman. Ondan yana birisiga Tales Nederlands. Buningdami har xil grammatika, har xil darslar bor ekan. Buni men shunda tushunishlik yaxshi so'zlabdi. Eng oxir tavsiya qilganim Leon Edukasi. Shaxsan men mush odamning darslaridami men o'zim sizlarga dars o'tish, dars tayyorlash jarayonida foydalanyapman ko'ribchi. Bu odammi darslarni shunda yaxshi tushunish so'zlabdi. Shunga ba'zida birla nimani ko'rsakmi yerib zirkib qolamiz-ku. Shunda vaqtlarda har xil YouTube kanallarini ko'rish orqali shu vaqtdagi zirkishinglarni birdam bisiq turib, qiziqishinglarni qo'zg'ay olasizlar-ku.
Şuna bu kanallarga a'zo bo'lib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Andan hammadan muhimi bizning hozir golland til darslarimiz bor-ku, bizning kanalımızga agar a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, har qitimliq darslarimizdan dal vaqtida xabardor bo'lib turish uchun cho'qim a'zo bo'lishinglarni umid qilaman. Endi mush til o'rganish jarayonida Gollandiyada bizning til o'rganishimizga yordamda bo'lgan ikkinchi bir xil vosita bibliotek qiraatxona. Yani mush Gollandiyaning qiraatxonalarini men o'zim shunda shaxsan pek yaxshi ko'raman. Mush Gollandiyadagi qiraatxonalar haqiqatan Gollandiyaning mush Gollandiya davlatininki ma'rifga qanchalik ahamiyat berganligining bir isboti. Bu qiraatxonada normal har qanday bir shaharda qiraatxonalar bo'ldi. Biz qiraatxonalarda har xil kitoblarni ariyat elib o'qiy olamiz. Har qanday kitoblarni. Ondan qiraatxonalarninki har xil kurslar bo'ldi, har xil faoliyatlar bo'ldi. Mush insonga bilim o'tish jihatdagi har xil faoliyatlari, kitob o'qish faoliyatlari bor. Har xil kompyuter kurslari bor, til kurslari bor. Ondan qiraatxonaning yana kichik bir kishilik, ikki kishilik o'rganish qiladigan kichik kamerlari bor-ku. Masalan, ba'zida uyda bir imtihonlar bor, uyda balalarning varanchurun va yoki boshqa sabablar tufaylidan o'rganish qilish sharoitinglar yaxshi emas. Unda vaqtlarda qiraatxonaga borib, shundoq o'rganish qiladigan ishxonalarini ariyat elib o'rganish qilsanglar bo'ldi. Ya'ni qiraatxona biz uchun til o'rganish ham emas, balki boshqa jihatlarda bir yaxshi sharoitni hozirlaydigan o'rganish so'roni. Normalda sizlar hukumatda yordam pul elayotgan mezgilda mush qiraatxonaga haqsiz a'zo bo'lish haqqinglar bor. Undan keyin andan har oyda qimmat emas, nayt bir 6-7 euro atrofda. Andan Gollandiyada kichik bolalar 18 yoshga kirguncha, toki tug'ilgandan tortib 18 yoshga kirguncha qiraatxonaga haqsiz a'zo bo'la oladi-ku. Shunga agarda şu özünlərinin a'zo bo'lib qo'yishinglarni ham bolalaringlarni oldi bilan sal bir hatto kitob o'qishni bilmagan holatdami shu qiraatxonaga a'zo bo'lib sal bir 3-4 yoshlarda sal o'zining aqli iqtidori yetilib bilgan ahvol ostida mana sizning kartingiz, mana qiraatxona, mushu yerdagi butun kitoblar sizning qaysini o'qigingiz kelsa o'qisangiz bo'ldi deb bolalaringlar uchun ayrim bir kartni bijirib berishinglarni tavsiya qilaman. Ondan bu qiraatxonada shu eng muhim qiladigan ishimiz kitob o'qish. Endi mush til o'rganish jarayonida kitob o'qish bek muhim. Kitob o'qish orqali biz o'qish iqtidorimizni oshiramiz. Bir jumlalarni qanday ifodalashni o'rganamiz. Ondan shu kitobxonada har xil saviyada kitoblar bor qiraatxonada. O'zingizlarning saviyasiga mos kelgan kitoblarni tanlasanglar bo'ldi. Bolalar kitoblari endi dastlabda golland tilini yangi o'rgangan vaqtda sizlarni bolalar kitoblaridan boshlab o'qishinglarni tavsiya qilaman. Yani bolalar kitoblar deganda, masalan, men sizlarga bu qiraatxonadagi mundaqlan bir 2 kitobni keldim. Bu kitoblarning odatda shu to'rdan kitob ariyat etish uchun kirsanglar, butun kitoblarninki nimasi bo'ldi-ku? Tasvirlashi, ya'ni u qanday kitob, qancha yoshga bolalarga mos keladi, bu kitobda nimalar tasvirlangan degan kitobning bir qisqacha mazmuni bo'ldi-ku. Va odatda har qanday kitob o'qisam, oldindan shu qisqacha mazmunni bir o'qib o'tib, ondan kitob tanlayman-ku. Sizlarga men tavsiya qilaman. Yani mush yerda qancha yoshdagi bolalarga mos keldi. Mush orqali sizlar bolalaringlarga qanday kitob tanlashni bolalaringlarning yoshiga asosan tanlasanglar bo'ldi. Endi men tavsiya qiladigan yana bir kitob informatsiya buku, ya'ni uchur xarakterdagi kitoblar. Bu kitoblar insonlarga haqiqiy bilim o'rgatishni tavsiya qilgan kitoblar. Kitoblarning turi pek cho'q bo'ldi odatda. Ba'zi kitoblar bizga yani kitob insonning mingisiga ta'sir qildi. Shunga kitob tanlagan vaqtda ham yaxshi kitoblarni o'qish pek muhim. Kitob shunga informatsiya xarakterdagi kitoblar, ya'ni uchur xarakterdagi kitoblarni sizlarga cho'qim tavsiya qilaman. Masalan, men bir qancha misollarni keldim. Masalan, Horan anglash deb, mush insonninki anglash sezgusi, qanday anglaymiz, anglashga doir a'zo, ya'ni quloq, shu to'g'risida bizga har xil uchurlarni bergan kitob. Mesela bu Watersnotrap van 1953 deb, yani 1953-yili Gollandiyada bir cho'ng kelkun bo'lgan. Shu kelkun to'g'risida bizga uchur bergan kitob. Yoki hayvonlar panohlik tilash o'rni, bir bino bundaq yasildi, yani so'ngak sunib ketganda bunda bo'ldi degandek, mushta kitoblar orqali bizga rasmiy bilim berish xarakterdagi kitoblar. Chunki bolalaringlar ham mushta kitoblarni o'zining qiziqishiga asosan mushta kitoblarni o'qishni tavsiya qilsanglar bo'ldi. Ham
Bu kitaplar bütünlüğü ilk balla kitapları. Şuna tili unchalik tez emas. Bu kitap odatda sizlar A1 seviyeni tugutib bo'lgandan keyin mos keldi. Yana men dastlab boya ko'rsatgan bolalar kitoblari 3 yoshlik, 3,5 yoshlik, 5 yoshlik bolalarning kitoblari sizlar golland tilini yangi boshlaganda o'qishga mos kelsa, ma turdagi kitoblar bir A1 A2 kun tugutib bo'lgandan keyin o'qishinglarga to'liq mos keldi. Ondan bu kitoblarni deyish bilan yana biz shu Uyg'ur qarindoshlarimiz yana shu qiraatxonninki bir türü var. Çok qiraatxonniki har xil tildagi bolalar kitoblari degandek. Buningga Uyg'ur qarindoshlarimiz qatnashib, hozirgacha bir 5-6 kitob tarjima qilinib, ovozga ilinib qo'yilgan. Boshqa bundan keyingi kitoblarning hammasi tarjima qilinib qo'yilyotdi. Torbat adresim shu, ya'ni Google'dan printing bookin in Allah Ta'ala deb yozsanglar, har xil tillarni chiqarib turdi. Shuning uchun Uyg'ur tilini tanlay olasizlar. Mesela ma'u hozirgacha tarjima qilinib ovoz berilgan kitoblar. Bu kitoblarning hammasi qiraatxonada bor. Shunga o'zinglar ham bu kitobni ilib, bir tarafdan o'zinglar o'qib biqib, uning keyindan Uyg'urcha qilingan tarjimani anglasanglar, balkim bunda ifodalabdi-da, bunda ma gap asli bunda degan gapda deb tushunishinglarga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta bu men inson qilgan tarjima bo'lganlik uchun ba'zi xatoliklar bo'lishi, albatta xatoliklar bor deb o'ylayman, lekin buni qilgan qarindoshlarimiz qo'ldan kelishicha tirishib qilyotdi. Shunga buning ham sizlarga cho'qim foydasi bor deb men bolalaringlar uchun bu yerda qilib qo'yishni xohladim. Ondan Gollandiyaning kitobxonlarida NL-plan, yani Niderlands Lerenplan, yani Gollandiya ügünüş saloni degandek bir yer bor. U yerda butun gollandlik doir har xil kitoblar, lug'at, har xil shaklda kitoblar bor. Shunga bu men hozirgacha ish qilib bir 3-4 qiraatxonlarga borib baqdim biblioteka. Hamma qiraatxonlarda mush NL-planni ko'rdim-chu. Shunga ham shu o'zinglar turishliq shahardagi qiraatxonning mush NL-planga kirib bir kitoblarni ko'rib baqishinglarni tavsiya qilaman. Onun içinden çoxum sizlarning til o'rganishinglarga yordamda bo'lgan kitoblar çoxum uchrab qoldi. Ondan buningdan boshqa NL-planninki mushta o'zi uyda o'rganganlar uchun tavsiyalar, ondan tal freiwilliger deb yana sizlarning til o'rganishingga yordamda bo'lgan fidoilar va yoki qanday til darsliklari, yani Gollandiyaga yangi kelganlar uchun til o'rganishdagi torbatlar yoki inburxran ekzamen, status ekzamen, yani mush imtihonlarninki taqlidiy imtihon savollari, mush imtihon savollarini mashq qilishda har xil taqlidiy imtihon savollari bayon qisqasi. Bu qiraatxona bizningki til o'rganishimiz uchun har xil amallarni o'ylab, hamma sharoitlarni hozirlab bergan-chu. Shunga buning cho'qim a'zo bo'lib, torbatiga kirib ko'rib boqishinglarni qattiq tavsiya qilaman. Til o'rganishdagi bir eng yaxshi yordamchilarning birisi. Ondan yana bu qiraatxonninki online talkoch, yani talkoch degan til yetakchisi deb mushta tor orqali talkoch topadigan ishlarim bor. Yani bu talkoch degan bular odatda ko'pincha hollarda Gollandiyadagi pensiyaga chiqqan yashangan kishilar ba'zilari sizlarning uyinglarga kelib va yoki ba'zilari mushta tor orqali agar orliq jiroq shaharlar bo'lib qolsa, tor orqali sizlar bilan paranglashadi. Yarım soat yoki 1 soat har xil temalar to'g'risida savolinglar bo'lsa javob beradi. Bu ham talkoch sizlarningki mush golland tilidagi ig'iz tilinglarni oshirishda bir intayin yaxshi bir yordamchi. Ondan bu qiraatxonning eng oxirgi bir turi Forlis Express deb, ya'ni mush golland tilidagi Gollandiyada qiraatxonlarninki maxsus ko'chmanlarning bolalari bor, ko'chmanlarninki 2 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalari uchun uysiga berib kitob o'qib beradigan bir faoliyati bor-chu. Ya'ni agarda sizlarninki 2 yoshdan 8 yoshgacha bolalaringlar bo'lib qolsa, shu turga tizimtib qo'ysanglar, endi hozir buning ham fidoilar ozgan, lekin tizimtib qo'ysanglar, shu fidoyi chiqqan vaqtida birisi uyinglarga kelib bolalaringlarga har xil bolalar kitoblarini o'qib beradi-chu gollandiyaliklar. Ham bu sizlar uchun bir bek yaxshi bir o'rganish jarayoni. Shaxsan men bolalarimning kichik vaqtida faqat bolalarimla buningdan o'rganib qolmayman. Mening o'rganishimga mu yordamda bo'lgan. Buni ham sizlarga qattiq tavsiya qilaman. Onda yana bir xil o'rganish usuli, har xil til o'ziyat programmalari. Men boya degandek, endi hozir
bir narsa o'rganishninki jamiyat hamma jihatda taraqqiy qilib usullari jiq bo'lib ketdi-ku. Endi bu televiziya programmalarini ko'rish bizning ham anglash iqtidorimizni oshirishga ham foydali. Men sizlarga tuvanda bir qancha xabar kanallarini olib keldim. Aldılan tavsiye qildiğim NOS Youth Journal deb, yani bu balla xabar kanalı. Bu odatda Gollandiya televiziyasininki 3-cü kanalda her gün etdigəndə keçdi burdu. Ballaringlarning ham ko'rishini tavsiya qilaman. Buningda bu maxsus şu balla xabar kanalı Gollandiyada bo'lgan har xil o'zgarishlarni, ballarni ziyorat qilish orqali ballar tilida oddiy usulda bizni xabarlantirib turdi uchun. Bunu YouTube'dan işte izlep kirgizsanglar bütün xabarlarni ko'ra olaysizlar. Bo'lab muhabir aşk seviyedenkin künde muş xabarni ko'rib turish sizlarninki anglash iqtidoringlarni oshirishinglarga intayin foydali. Yeni bir televiziya programmasi Hit Clubhouse deb, bu ham bir xil ballar televiziya programmasi, ma'rif xarakterdagi ballarga rasmiy ma'lum bir uchurlar to'g'risida bilim egallashni asos qilgan. Mesela bir programmasi var, Chokli qanday yasuldu deb maxsus Chokli zavodiga birib, Choklining bütün yaslash jarayonini filmlarga ilib, shu zavoddagi mutaxassislarni ziyorat qilib, rasmiy amaliy filmlar orqali bizga ma'lum bir uchurlarni, bilimlarni yetkazish asos qilgan. Buni ham YouTube'dan ko'ra olasizlar. Anda yana birisi ama Zunda Ahmet Lubach deb, Lubach degan bir odam, buning ham bir xil suhbat programmasi bor. Bunun suhbat programmasi bir xil hajviy xarakterida. Şu dünyadaki her xil ishlarni bir hajviy satirik asosda yetkazishni asos qilgan. Men bu adamning programmasini, bu adam Uyg'urlar to'g'risida bir program ishlagida 1-2 yil oldida Xitoyninki Uyg'urlarga yurgizgan har xil zulmini bir xil hajviy usulda işte bir nima qilib shu vaqtda bu adamning programmasi bilan tanishgan. Shundan keyin bunda vaqtim chiqsa ko'rib turman. Yani işte bir humoristik usullarda bir filmlarni ko'rishga qiziqqanlar uchun ham bir yaxshi tanlash. Ondan har xil filmlar. Dastlabki vaqtlarda sizlarga ballar filmlarini tavsiya qilaman. Men tuvanda o'zim ko'rib baqqan, ballarimiz bilan birga o'tirib ko'ngil bo'lgan bir qancha filmlarni akeldim. Bularning tili yamiliq ballar filmlari bo'lganligi uchun unchalik pek murakkab emas. Mesela Miss Case, yani Kiss Muallim deb buningki kinolari var, andan ko'p qismliq televiziya teatrlarim var, buni YouTube'dan topa olasizlar. Ballarning hayoti asos qilingan bo'lg'achqa, shunga ko'rib baqsanglar bo'ldi. Endi har kimning qiziqish har xil bo'ldi. Qani YouTube'dan ko'rib baqib, agar yoqtirsanglar, ko'rsanglar bo'ldi. Endi shu bu ham ba'zida kitoblarni o'qib, zirkib, yerib qolgan vaqtimizda bir film ko'rish orqali anglash iqtidorimizni oshirib bo'lgan bir o'rganish usuli bu endi. Ondan Lawzum Mudir deb, bu ham Gollandiyadagi boshlang'ich maktab hayoti tasvirlangan, asosiy o'qituvchilar bilan ota-onalar o'rtasidagi har xil ishlar tasvirlangan bir film. Bu ham YouTube'da bor, kirib qarab boqishinglarni tavsiya qilaman. Ondan burun menga topda bir qarindishimiz Amerikaning masalan Friends deb bir film bor, ko'p qismliq. Shunga o'xshash bir filmlar bo'lsa tavsiya qilsangiz deganda, men buni izlash orqali bir qancha filmlarni topdim. Mesela birisi aynı vaqtda hamda xilbidan qozongan film ekan, Underwegnar Morgen, yani Atigi safar debchu. YouTube kirib izlab baqsanglar bo'ldi. Ondan men bir turbatni akeldim. Shu Gollandiyadagi dangliq 50 seri, yani ko'p qismliq televiziya teatrlar ekan. Mesela razvedchilik xarakteridagi, jinoyat xarakteridagi komediya va yoki drama, qaysini yaxshi ko'rsanglar shuni chiqarib bergan. Shu turbatga kirib, masalan, film ko'rishga qiziqadigan, film ko'rish orqali o'rganishga qiziqadigan insonlar bo'lsa, o'zinglar kirib qarab chiqib, o'zinglarning qiziqishiga asosan filmlarning tushuntirilishi ham nimasi bor ekan, YouTube'ga kirib izlab baqsanglar bo'ldi. Ondan til o'rganishdagi yana bir usul podkast. Bu podkastni cho'qim telefonlarga tushirib qo'llanishinglarni tavsiya qilaman. Ya'ni bu podkastni men Spotify degan appni tushirish orqali anglay olamiz. Men bir qancha kanallarni olib keldim. Birinchisi Learn Dutch. Bu podkast degan shu faqat anglashlamchu. Learn Dutch'ninki bir yaxshi yeri har xil saviyada bor ekan-chu. Shu
nima qilgan maqola o'qilgan maqolalarninki qaysi saviyada yani A2 B1mi B1mi A1mi A2mi o'zinglarning saviyasiga asosan tanlab anglay oladi ekansizlar. Andan vaqt uzun emas 4 minut 5 minut. Anda mening bu podkastning pek yoqtiradigan bir yerim. Mesela YouTube'da bir narsa ko'rsak, YouTube'ning ekrani o'chiq turishi kerak. Agar ekran o'chib qolsa, telefon ko'rgan vaqtda ekran o'chib qolsa, tang ovozim o'chib qoldi. Lekin men podkast unda emas, Spotify. Mesela bir nimani bisib qo'ygandan keyin, anglash buyrug'ini bergandan keyin telefonning ekranini o'chirib o'tib, boshqa ish qilsanglarmi, u tugigicha o'zi chiqaveradi, uning keyindan ulinib chiqaveradi. Bu podkastlar mush anglash iqtidorini oshirishinglarda intayin foydali. Men undan boshqa yana ham bir qancha podkastlarni ekeldim. Bularning hammani mush ism bo'yicha sizlar Spotify degan appni tushirib tizimga kirgandan keyin bir-birlab anglab o'zinglar yaxshi ko'rgan birisini bayqab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Va endi bularning hammasini anglash orqali o'zim sal yaxshi ko'rib o'rganish foydasi bor ekan deb qilganlarni sizlarga o'rtoqlashdim. Albatta buningdan jiqlar bor ekan. Qolgan o'zinglarning qiziqishiga asosan qarab baqsanglar bo'ldi. Ondan Instagram, hozir hamda Instagram hammamiz Instagram ishlatamiz-ku. Instagram'ı bir yaxshi o'rganish so'rovini bo'lib qoldi. Ham hargiz asosli o'rganish so'rovini emas. Hamda ba'zida bu podkastlar bo'lsin, mush Instagram bular meningcha faqat bir qo'shimcha o'rganish usuli. İşte bir o'rganishdan zerikib, yerib qolgan vaqtimizda ko'rib qo'ydiganchu. Ya'ni biz bir narsa o'rgangan vaqtimizda bütün atrofimizni shu narsa bilan o'rvatsak, bizningki shu narsani o'rganishimizga, shu ilmni o'rganishimizga ham qulaylik yaratib turdi. Shunga men sizlarga mushta bir podkastlarni, Instagramlarni tavsiya qilish orqali telefoninglarni assanglarmi, shu til o'rganishingizga doir mazmun, kitobni assanglarmi, til o'rganishga doir mazmun, film ko'rsanglarmi, shunga doir bo'lsa, u chaqda sizlarning o'rganishga bo'lgan qiziqchiliginglarni qo'zg'aydi ham tezroq o'rganishga foydasi bo'ldi. Bularning hammasini men rasmini ko'rsatib qo'ydim. Buni o'zinglar mush ekranni to'xtatib turib, mush Instagramni ichib agishib olsanglar bo'ldi. Men bu Instagramlarning hammasini bir-birlab ko'rib chiqdim, ko'rib buningdan jiqlar bor ekan haqiqatan-chi, lekin ko'rib mushlar xil yaxshi ekan deb tavsiya qilganlarim qolganini ham o'zinglar izlab qarab baqsanglar bo'ldi. Men faqat bu orqali sizlarga mushta Instagramdami mushta til o'rganadigan mushta nimalar bor ekan deb bildirmoqchi. Ondan yani o'zimizninkining birini tavsiya qilib qo'yaman. Niderlands Uyg'urs deb yana qarindoshlarimiz qilgan Instagram kanali. Ular ham qo'ldan kelishicha materiallar bilan ta'minlab o'tibdi. Buningga ham agishib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Yani qisqasi, mening sizlarga til o'rganish, yani golland til o'rganish jarayonidagi beradigan taklif, fikr, tavsiyalarim shu. Yani har xil o'rganish usullaridan foydalanish, o'zinglarning qiziqishiga asosan mesela film ko'rishni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, film ko'rish orqali yoki Instagram ko'rishni yaxshi ko'rsangiz, shu lekin bu film ko'rish, Instagram ko'rish bular hargizmi asosli o'rganish usuli emas, faqat qo'shimcha-chu. Qo'shimcha bulardan ham foydalansak bo'ldi. Ondan shu eng oxirida eng muhim ish sabr. Bunu yani bu til, mayli til o'rganish olsun, ilm o'rganish olsun, bu insondan sabr talab qiladigan bir jarayonchu. Shunga o'rganish jarayonida agarda tezroq o'rganib bo'lmagan bo'lsak, boshqalar bek tez o'rganib bizning ro'yimiz tushib ketgan bo'lsa, o'rgansak esimizda turmagandek his qilib qolsaqchu, bunda vaqtda shu sabr qilishinglarni hargiz voz kechmaslikinglarni tavsiya qilaman. Ondan duo bek muhim, uni har vaqt unutib qolmaslikinglarni tavsiya qilaman. Ondan boshqalar bilan silishtirmaslik, ya'ni demakchi o'g'lim, har kimninki ahvoli o'xshamaydi, sharoiti o'xshamaydi, aqliy iqtidori o'xshamaydi. Masalan, birisi bo'lishi mumkin, bir bo'ytaq deyli, hech qanday bolasi yo'q, yo'ldoshi yoki ayoli yo'q, o'rganishdan boshqa qiladigan ish yo'q. Vaqt uning jiqroq vaqt bo'lishi mumkin o'rganishga. Vaqti balkim u bir kitobni 2-3 oyda ham o'rganib bo'lishi mumkin. Lekin siz balkim bir ona bo'lishingiz mumkin yoki dada bo'lishingiz mumkin, xizmat qilayotgan bo'lishingiz mumkin, xizmatdan sirt o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu uningga silishtirganda siz astroq o'rganib qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu hech qisi yo'q-ku. Shunga har kimning o'zining sharoiti, ahvoliga asosan o'rganish sur'ati har xil bo'ldi deb o'ylayman. Bunday ahvol ostida hargizmi bir-birimizni tushunmasligimizni, masalan, hargizmi
men degan bir kitapni 3 oyda öğrenip bolgansiz, hazırgacha öğrenyapsız deb unda gaplarni qo'llanmasligimizni, agarda birisi bir kitapni 6 oyda öğrengan bolsa-chu, unda ro'yini bir-birimizning ro'yimizni tushunmasligimizni tavsiya qilmay, balki agar haqiqiy yordam qilgingiz bo'lsa, uning aktiv energiya beradigan, siz uzunroq ketibda o'rganishingizga, yani öğrenişini qanday şekilde ep beryapsiz deb bunda so'rash orqali onun belki öğreniş usuli xato bo'lishi mumkin va yoki sizningki shunday bir tez suratda o'rganadigan bir yaxshi öğreniş usulingiz bo'lishi mumkin. Bunda ahvol ostida o'zingizning öğreniş usulini uning bilan o'rtoqlashish orqali amaliy yordamda bo'lishimizni umid qilaman. Mening bu darslarni tayyorlashim, sizlarga bularni deyishimmi amaliyotda shu sizlarga bir amaliy yordamda bo'lish uchun mush ishlarni qilyapman. Shunga o'zinglarni boshqalar bilan silishtirmasliginglarni, agarda o'rganish suratinglar shunda osti bo'lib qolgan vaqtda o'ltirib, nima uchun mening bunda osti bo'lib qoldi, men buni tezlashtirish uchun qanday qila olayman deb rasmiy amaliy hal qilish usulini o'ylanishinglarni tavsiya qilaman. Ondan o'rganish jarayonida sizlarga aktiv energiya beradigan kishilar bilan do'stlashish bu intayin muhim. Shunday kishilar bilan fikr almashtirish, agar o'xshash bir kitobni o'rganayotganlar bo'lsa, masalan, anladım, işte bir kitapni o'rganayotganlar bo'lsa, haftada bir ikki qitim guruhlarni qurib, birga o'rganish, bu ham intayin bir yaxshi usulchu. Shu bizning ham darslarimiz davom qilyotdi. Agarda işte bir o'zi guruhlarni qurib o'rganayotgan qarindoshlar bo'lsa, mening vaqtimla yor bersalam, ularga ham yordamda bo'lishni xohlayman. Hem sizlarningmi, masalan, birbirini o'rganayotgan qarindoshlar bo'lib qolsa, işte birni yangidan boshlayotgan qarindoshlarga işte yordamda bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Emniyati boshqalarga yordamda bo'lish o'zimizga qilingan eng cho'ng yordam. Shaxsan men sizlarga qo'llanma til darslarini tayyorlash jarayonida o'zimni o'rganamanchu. Darslash jarayonida, izlanish jarayonida, deb burun aslında bunday ekanda deb ilqimman har qitimliq darslar tayyorlash jarayoni men uchun bir o'rganish jarayonichu. Shung boshqalarga o'rgatish ham o'rganishninki bek yaxshi bir usuli. Shunga işte bir o'rganayotgan yoki oshkin o'rganayotgan qarindoshlar bo'lib qolsa, yangi boshlagan qarindoshlarga yordamda bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Bu amniyatda o'zinglarga qilingan eng cho'ng yordam, shu orqali tixim yaxshi o'zinglarni o'rganganini tixim yaxshi pishqilay olasizlar. Yani mening sizlarga golland til o'rganishni beradigan taklif fikrlarim mushu. İnşallah bu ikki qismliq videoning sizlar uchun ozroq bo'lsa-mu bir aktiv energiya bo'lishni, shu bir ikki haftadan keyin boshlaydigan bir A2 saviyadagi darslarimizni yangicha bir kayfiyat, yangicha bir holatda boshlashga turtki bo'lishni umid qilaman. Ma'qul bo'lsa darslarimizni ko'rishaylik, omon bo'lgaysizlar.